Bugun get ready with me deyilarmidi? Shunaqa qilamiz. Karta raqami kamlik qilayotgan futbolkani kiyamiz. Justdan yangi kolleksiyadan olingan mana shunaqa rubashka и Just коричневый shimini kiyamiz. Endi sekin bo'yanishga o'tsak bo'ladi. Birinchi yuzlarimni namlantirib olaman, keyin обязательно SPF suramiz. Qizlar, kuzda уже quyosh unaqa kuchli emas deb o'ylamanglar. Вот именно kuzda и bahorda quyoshdan saqlanish kerak, chunki bunaqa vaqtdagi quyoshlarimiz yuzlarimizda dog' qoldiradi. Men Semilini SPF dan foydalanaman. U nafaqat SPF, balki yuzimni namlantirib ham beradi. Keyin ikki xil tonalkadan foydalanaman, chunki zagar olganim uchun rangim tez-tez o'zgarib turadi и rangimga moslab ikkita rangni kombinatsiya qilaman. Yuzni shunaqa korreksiya qilish kimdandir o'rganib oldim, lekin eslamayman. Birinchi konsiler bilan mana shunaqa chizib olasiz labinglarni burchagidan и ko'zinglarni burchagidan pastga tushirasizlar. Yana o'shani ikkiga bo'lasizlar. Pastki qismiga коричневыйni surasizlar, tepasiga rumyaniylarni sursanglar bo'ladi. И och rangdan boshlab rastушевывать qilamiz. Ну вот farqini o'zinglar ko'rishingiz mumkin. Ustidan pudra bilan запечатывать qilamiz. Highlighterda yuzimdan yaltiratishab estimizdan chiqarmaymiz. Ko'zimni mana shunaqa kombinatsiya bilan bo'yayman. Обязательно Semilini fiksatordan foydalanamiz.